Ya'ni tez kasal bo'lishi, virus yurakka borib miokardit chaqirishi mumkin, miyani zararlab ensefalit chaqirishi mumkin. Umuman kasal bo'lmadi. Og'iz bo'shlig'ida shu viruslar bo'ladigan bo'lsa va uni miqdori yuqori bo'ladigan bo'lsa, agar farzandlaringlar nimjon bo'lsa. Assalomu alaykum. Biz bugun bolalar haqida gapiramiz. Aynan oxirgi kunlarda murojaatlar ko'p bo'lyapti. Bolalarda har oy isitmalaydigan bolalar. Bir oyda 2-3 marta isitmalab antibiotik oladi. Antibiotik vaqtinchalik ta'sir qiladi yoki ta'sir qilmaydi va bola surunkali isitma bilan yuradi. Bunaqa bolalarni tekshirganimizda ko'p bolalarda bo'ynida limfa tugunlar kattalashgan bo'ladi yoki jag' osti limfa tugunlari kattalashgan bo'ladi. Isitma 37, 37.2, gohida isitma tushadi, gohida isitma balon bo'ladi. Bunaqa bolalarni shu isitmani, shu holatini sababchisi, ya'ni tez kasal bo'lishi sababchisi bu viruslar bo'ladi. Aynan Epstein-Barr virusi. Epstein-Barr virusi qanday virus, qachon yuqadi? Dunyo bo'yicha 80-90% gacha yosh kattalarda Epstein-Barr virusi bilan zararlangan va bu virus aktivlashgan bo'lishi ham mumkin, aktivlashmagan ham bo'lishi mumkin. Agar virusni qonda aniqlaydigan bo'lsak va u virusning miqdori yuqori miqdorda bo'ladigan bo'lsa, bu kasallik chaqiradi. Virus yurakka borib miokardit chaqirishi mumkin, miyani zararlab ensefalit chaqirishi mumkin, ichakda kolit chaqirishi mumkin, turli xil kasalliklarni chaqirishi mumkin. Bolalarda ko'p hollarda biz virusni so'lakda yoki halqumi surtmasida aniqlaymiz. Hozirgi mana ko'rsatgan tahlillarda, rasmlarda ko'rib turishingiz mumkin, bolalarda so'lakda Epstein-Barr ham aniqlangan, sitomegalovirus va gerpes 6-turi. Bu bolalarni biz tekshirib, bolalarga virusga qarshi terapiya berib kuzatganmiz. Bolalarni davolaganimizdan keyin shu hamma simptomlar qaytib ketgan. Ya'ni isitma kuzatilmagan, kasal bo'lishi davolanayotgan paytida 1,5-2 oy davomida bola umuman kasal bo'lmadi. Kattalashgan limfa bezlari ham kichraygan. Bu nima bilan bog'liq? Nima uchun bola tuzalishni boshlagan? Birinchidan, bu viruslar o'zi shu holatni chaqirgan bo'lishi mumkin. Tomoqda bizda bezlar bor, limfa tugunlarimiz. U tugunlar infeksiya bilan kurashish kerak. Agar og'iz bo'shlig'ida shu viruslar bo'ladigan bo'lsa va uni miqdori yuqori bo'ladigan bo'lsa, tomoqdagi immunitet past bo'ladi va boshqa viruslar bilan yoki infeksiya bilan kurashishga imkoniyat bo'lmaydi va bola tez kasal bo'lishni boshlaydi. Agar biz shu viruslarni davolab, so'lakda, halqumda shu viruslarni miqdorini manfiy qiladigan bo'lsak, bolada tabiiy immunitet rivojlanib, bolani kasal bo'lishini oldini oladi. Bu viruslarni tekshirish imkoniyati bor, klinikamizda tekshirish imkoniyatlari bor. Agar farzandlaringlar nimjon bo'lsa, tez kasal bo'ladigan bo'lsa, noma'lum sababli isitmalar bo'ladigan bo'lsa, ovqatda yaxshi yemasa, yaxshi semirmasa, boshqa sinfdoshlaridan yoki bog'cha bolalaridan vazn yig'ish orqada qoladigan bo'lsa, albatta bolalarni tekshirish kerak. Chunki bu juda ham muhim. Bu Epstein-Barr virusi, sitomegalovirus va boshqa gerpes viruslar qonda aniqlanib, miqdori yuqori bo'ladigan bo'lsa, bu katta asoratlarga olib kelishi mumkin. E'tiborli bo'linglar, rahmat.